O'zbek xalqi uchun shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan El Ardog'dagi taniqli xonanda Umida Mirhamidova haqida bugun tongda afsuski qayg'uli xabarlar e'lon qilindi. Xalq duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. San'ati uchun oilasidan voz kechgan va amerikalik qizni kelin qilgan Umida Mirhamidova bugun tongda 51 yoshida. Oq aturganlar qo'shig'i bilan elga tanilgan Umida Mirhamidova 2 mart sanasida 51 yoshni qarshi oldi. Ushbu sana munosabati bilan ijodkor haqida ko'pchilik bilmaydigan qiziqarli ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Xonanda Umida Mirhamidova Parkent tumanining Changchi qishlog'ida san'atkor Mirsobit Mirhamidov oilasida tavallud topgan. Oila boshi san'atkor bo'lsa-da, u qizining shu sohaning etagini tutishini istamadi. Bolaligim juda go'zal o'tgan. To'ng'ich farzand bo'lganim uchun onamning dastyori edim. 3-4-sinfda o'qib yurgan paytimdayoq chaqaloqni qanday yo'rgaklash, uxlatishni yaxshi bilardim. San'atga qiziqqanim uchun tuman ijodiy markazdagi to'garaklarga qatnashardim. 1989-yili maktabni tamomlab san'at bo'yicha o'qiyman deganimda dadam jiddiy qarshilik qilgan. Qishlog'imiz tog'lar orasida joylashgani uchun shu yerlardan nomim chiqmay qolib ketamanmi deb xat yozib uydan chiqib ketganman deydi xonanda Umida Mirhamidova. Ota-onasiga xat yozib avtobusga o'tirib Toshkentga yashaydigan xolasining uyiga kelmoqchi bo'lgani, ammo yo'ldan adashib qolgani haqida kulib eslaydi. Toshkent haqida umuman tasavvurim yo'q edi. Qishloqdek bir joy bo'lsa kerak deb hamma bir-birini taniydi deb o'ylabman. Xolamni qo'yliqda yashashini bilaman xolos. Go'yoki shu yerga kelib, xolamning nomini aytsam birov uyini ko'rsatib yuboradi deb o'ylaganman, ammo Toshkentga kelib adashib qolganman va bir ayol menga yo'lni ko'rsatib yuborishini aytib, Parkentga ketadigan avtobusga yana o'tirganman, ammo ungacha kech tushgan. Ota-onam sho'rlik meni ancha vaqtdan beri izlashayotgan ekan. Mana shu voqeadan keyin qiz bolaga qanchalar qiyinligini va uning har bir qadami ota-onaga ma'lumot yog'dirishini tushunib yetganman. Chunki mahalla-ko'y orasida qadami o'zgarib qolgandi, aynibdi, qochib ketibdi degan gaplar tarqalgan. Mana shu voqeadan keyin Mirsobit Mirhamidov qizidagi san'atga bo'lgan ishtiyoqining qat'iyligini bilib, poytaxtdagi Yunus Rajabiy nomidagi musiqa bilim yurtiga o'qishga kirishiga rozi bo'ladi. 1991-yili bilim yurtini tamomlab, Muqimiy teatriga xor ijrochisi bo'lib ishga kiradi. Bu yerda Zulayho Boyxonova bilan tanishib, undan qo'shiq aytish sirlarini o'rganadi. To'y xizmatlariga ko'p taklif etishardi. Nasiba Abdullayeva va Yulduz Usmonovaning qo'shiqlarini xuddi ulardek aytishga harakat qilardim. Tabiiyki, ijrom boshqalarga ham yoqardi. Bir kuni to'yda rahmatli Muhriddin Xoliqov meni kuzatib turgan ekan. Yonimga kelib, "Umida, ijroyingiz juda yaxshi. Nahotki o'z mualliflik qo'shig'ingiz bo'lishini istamaysiz?" degan. O'ylab qarasam, haqiqatan ham 7 yil mobaynida birorta mualliflik qo'shig'imni chiqarmagan ekanman. Ana shu gapdan keyin Sayrang bulbulim nomli qo'shig'ini ijro etganman. Qo'shiq xalq orasida tanilishimga sababchi bo'lgan deydi xonanda. U paytlari ayol xonandalarga sovchi qo'yadigan insonlar kamdan kam edi. Ammo Umida Mirhamidovani bir ayol yoqtirib o'g'liga kelin qilmoqchi bo'ladi. Turmushga chiqqanimda 23 yoshda edim. Qaynonam bilan juda iliq munosabatda edik. Katta oilaning 7-kelini bo'lganman. Yarim kechasi to'ydan qaytib, ertalab ko'zimni ocha olmasdim. Qaynonam esa erta turib, xuddi men supurgandek hovli va ko'chalarni tozalab qo'yardi. Aybimni yashirishga harakat qilishini dildan his qilardim. Nihoyatda samimiy, ko'ngli toza ayol edi. Ammo turmushimiz uzoqqa cho'zilmadi. O'g'lim tug'ilgach turmush o'rtog'im bilan munosabatlarimiz uzoqqa bormasligini tushundim, deydi xonanda. Umida Mirhamidova sobiq turmush o'rtog'i nihoyatda g'ururli bo'lgani va san'at yoki oilani tanlash shart qo'yilganida u karyerasini tanlaganini quyidagicha izohlaydi.
Men san'atdan osonlikcha voz kechib ketolmasdim. San'atda o'z o'rnimni topishni chin dildan istardim. Bu vaziyatda turmush o'rtog'imga ham oson bo'lmagan, chunki hamma ham ayolning san'atkor ekanligini to'g'ri tushunmasdi. Mendan yaxshi ayol chiqmasligi ham aniq edi. Biz kelishgan holda ajrashganmiz. Ammo bu qarorimdan umuman afsuslanmaganman. O'g'lim tug'ilishi kerak bo'lgan. Biz oila qurganmiz. Agar u insonda menga nisbatan ishonch bo'lganida ajrashmagan bo'lardik, deydi xonanda Umida Mirhamidova. Umida Mirhamidovaning Oq atirgullar qo'shig'i hamon o'z muxlislariga ega desak, mubolag'a bo'lmaydi. Qo'shiq premyerasi 2000-yilda o'tkazilgan. Oradan shuncha yil o'tgan bo'lishiga qaramay, qo'shiq hamon muxlislar e'tiborida. Bu qo'shiqni ijro etishni istamaganman. Hatto g'oyasi 2 yilgacha shkafdagi keraksiz qog'ozlar saqlanadigan qutichada yotgan. O'zim xushlamay ijro etgan qo'shiq kutilmaganda muvaffaqiyatga erishdi. Rosta uni to'ylarda ijro etishga xijolat bo'laman. Visol oqshomida ayriliq haqida kuylash biroz noqulay. Ammo xalqimizga bu qo'shiq yoqadi va uni bir necha bor qayta tinglashdan ham bosh tortishmaydi, deydi xonanda. Bu qo'shiq Umida Mirhamidovaning xit taronasiga aylanadi. 1994-yilda ijro etgan Ey Nozanin, 2000-yilda ijro etgan Oq atirgullar qo'shiqlari ham xonandaning xit taronalar pog'onasidan joy oladi. Hozirgi kungacha xonandaning bir nechta musiqiy to'plamlari muxlislar e'tiboriga havola etilgan. 1999-yilda esa Umida Mirhamidova Xalqlar do'stligi san'at saroyida Mehmonim bo'ling deb nomlangan konsert dasturini o'z muxlislariga havola etadi. Umida Mirhamidova bir nechta filmlarda komik rollarni ijro etgan, hatto qiziqchilar bilan ko'plab sahna ko'rinishlarida ham ishtirok etgan. Aktrisalikka davom yo'q, shunchaki tabiatdan hazil mutoyibaga muloyimligim bor. Qarindoshlarim orasida so'zga chechan ayollar ko'p, balki shu uchun ham tilim birodir, ammo rollarim o'zimga umuman yoqmaydi, deydi Umida Mirhamidova. Xonanda turmush o'rtog'i bilan ajrashgach oila qurmadi. U o'g'li Hamidullohni yolg'iz tarbiyalashni istadi. Hamidullo Sayfullayev ayni kunda hisobchilik sohasida tahsil oladi. U onasi kabi san'atkor emas, balki bank xodimi bo'lishni afzal ko'rdi. O'g'limga otasining yonimizda emasligini bildirmaslik uchun har narsaga tayyorman. Hayotda unga otadek bo'loldim. Kerak paytida moddiy jihatdan qo'llab-quvvatladim, ammo ona bo'lib har doim ham yonida bo'lolmadim. O'g'lim hech qachon otam nega biz bilan emas degan savolni bermadi. Aksincha hamisha meni tushundi, deydi xonanda. Umida Mirhamidovani ko'pchilik O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist deb biladi, ammo u 31 yillik mehnati davomida birorta mukofotni qo'lga kiritmagan. Xonanda bundan o'ksinmasligi, muhimi xalq orasida yashayotgan qo'shiqlari borligini aytadi. Xonandaning uyi bilan bog'liq qiziqarli hikoyasi. Umida Mirhamidova intervyulardan birida pul zarurligi uchun sotgan sevimli uyini yillar o'tib yana qaytarib sotib olgani haqida aytib bergan. Hozirgi uyimni birinchi topgan pullarimga sotib olganman. O'sha yillari oilamizning boshiga mushkul ish tushib, orada ukamning ham qattiq mazasi bo'lmay qoldi. Shunday vaziyatda mana shu xonadonimni sotib, qo'limda qolgan ozgina pulga boshqa joydan 2 xonali uy olib chiqib ketganman. Bu xonadon sotilishidan avval o'sha Oq atirgullar qo'shig'imizning klipida ishlatilgan juda chiroyli sun'iy atirgullar bo'lardi. Gullarni chiroyi idishga solib yo'lakka qo'yib qo'ygandim. Uyga kelgan hamma mehmonlarning ko'zi birinchi o'sha gullarga tushardi. Voy, o'sha klipdagi gullar-ku deyishardi. Uyni sotganimda hamma narsa chiqib ketgan. Hamma narsani tarqatib o'rganman. 8 yil davomida Yunusobod tumanida yashab keldik. Bu uyimga qaytib kelishim mo'jiza bo'lgan. Haligacha hayratlanib gapiraman. O'shanda uyni sotganimda men yo'lakda turib, uyim bilan xayrlashganman.
men seni tashlab ketmoqchi emasdim, mendan xafa bo'lma, men albatta qaytib kelaman deb yig'laganman. Bir oy ichida sotilib ketgan bo'lsa, shu vaqt ichida mana shu uy ko'karib ketgan. Xafa bo'lgandanmi, shu uyning energiyasi tugab qolgandanmi bilmadim. Bir oy ichida ko'chib chiqib ketdik, lekin uyimni sog'inib 8 yil yig'ladim. Qo'shnilarim bilan juda ham inoq edik. Shu yillar ichida 3 marta uyning egasi almashdi. Boshqa uy olish uchun harakatda yurgan paytimizda qo'shnilarimizdan biri qo'ng'iroq bo'ldi. Umida, uyingiz sotilyapti deyishdi. Shunaqangi yugurib kelib 10 daqiqa ichida ishimiz hal bo'ldi. 15 kundan keyin uyimga qaytib ko'chib kirdim. Qanday yig'lab chiqib ketgan bo'lsam, shunday yig'lab qaytib keldim. Uyim, assalomu alaykum, men qaytib keldim. Ishonganmiding qaytishimga deb yana yig'ladim. Mana hozir sevimli uyimda yashayotganimga 3 yil bo'ldi, deydi xonanda. Nyu-Yorkdan kelin olgan Umida Mirhamidova 2024-yilning 8-avgustida yolg'iz farzandi Hamidullani uylantirdi. Xonanda intervyulardan birida kelini Amerikada tug'ilib o'sgani haqida ham aytib bergan. To'y qilganga 40 yil tegma degan gap bekorga aytilmagan ekan, chunki yugurlarga nafaqat pul, balki sog'liq ham ketib qolar ekan. Juda charchar ekansiz. Men o'zimga kelishim uchun 2 oy vaqt kerak bo'ldi. To'g'risini aytsam, o'zimni qaynonadek his etmayapman hali. Ba'zilar hali vaqt bor, ozgina vaqt o'tsin, boshlanadi hammasi deydi. Hamma narsaning boshlanishi go'zal bo'ladi. Ish qilib oxirdan suyuntirsin. Kelinim meni televizorda qattiqqo'l qaynona obrazda ko'p ko'rgani uchun hayotda ham shunaqa deb o'ylagan ekan. Onajon, men sizni qo'liga yelpig'ichlar olib o'tiradigan qaynona bo'lsangiz kerak deb o'ylagandim, dedi kelinim. O'zbekistondan emas, u AQShning Nyu-York shahrida tug'ilib o'sgan. Qudalarim bilan uzoq yillardan beri tanishmiz. Hech qachon uzoq yurtdan kelin qilaman deb o'ylamagandim. Lekin taqdir taqozosi kelinimdan uyingizni sog'inmaysizmi? Ko'p deb so'rayman. Yo'q, Toshkent menga juda yoqadi deydi. Mana yaqinda uyga borib keldi, bir oyga. Uzoq bo'lgani uchun bundan kam muddatga bora olmaydi, deydi xonanda.